Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Al-G'afur. Gunohlarınız va xatoliklarınız ruhingizning suzukligini g'uvolashtirib qo'ydimi? Huzuringizni buzib qo'ydimi? Vicdanınız azoblanayotdi. Günahlarınız sebeplik ibadetlerinizden, dualarınızdan ve namazınızdan huzur halavet alalmayvatamsız. Siz rastilla üstünüzdeki bu eğir yükten kutuluşunu halamsız. Vicdanınızı rahatlatışını, ruhunuzunu süzük kılışını izdemsiz. Undaqda siz Allah Taala'nın El-G'afur degan mübarek isminin ma'nosini tushunishga, Allah Taala'nın mağfiretliği bolğan hacetinizini bilishga muhtaç. Ruhingizning günah bilan azoblanışı, jismingizning kesal bilan azoblanışıdan ağır bo'ladi. Siz günah bilan huzurlangan vaqtingizda ruhingiz bilan vicdanınız azoblangan bo'ladi. Chunki günahlarınız ruhingizni zindonga o'xshash bir tarchilikqa mahbus qilib qo'ydi. Siz Allah Taala'nın G'afur, G'affar, G'afir degan mübarek isimlarining ma'nilarini bilgan vaqtingizda birdilla kengirchilikka chiqib qolgandek, dardingizga davo topgandek bo'lib qolasiz. Al-G'afur gunohni yo'giguchi va afu qilguchi. Al-G'affar gunohlarni nihoyatda bek mag'firat qilguchi. G'afir mag'firat qilguchi degan ma'noni bildirdi. Allah Taala hamma gunohlarni mag'firat qilguchidir. Allah Taala'nın bu mübarek sübetlerinin en obrazlık tecellisini Peygamber aleyhisselam'nın ve sahabelerinin tercümahallarını varaklap görgünümüzde uçuk körümüz. Ömer İbni Hattab raziyallahu anhu Müslüman buluştun burun İslam dinine en kattık öşmenliki bilen tonulgan şahsiydi. O müşriklerden korkup hupiyanı iman etkan kişilerini kattık azaplaydı. Hatta özünün bir dediki iman etkanlığı üçün şunda qattiq qamçılığan ki uruştun yerip kalmagan bolsam seni uruştun toxtatmaydım degen. Musulmanlar onun iman etişidin bütünley ümitsiz idi. Hatta bazılar Ömer'nin eşki iman esi etidi ki Ömer iman etmaydı deyişken idi. Allah Taala Ömer İbni Haddab'nın kalbini İslam'a hidayet kılıp idi. Onun barlık günahları öçürüldü. O özünün adilliği ve hakkanilik bilen Faruk, hak bilen nahakını ayrıcı diyen kattı unvanığı sazaver oldu. Halid İbni Velid müşrik koşullarının tolumu istidatlı kumandanıydı. Uhud uruşida tağda istikamda turgan İslam koşunudun Abdullah İbni Cübeyr qatarlıq sahabelerinin şehit buluşuğa ve İslam koşununun mağlup buluşuğa sebep bolgan. En yaman bolğunu Peygamber aleyhisselam'nın mübarek beşinin yarılışığa, çişlerinin düşüşüge sebep bolgan idi. Halid'nin iman etişi bilen onun barlık kılmışları ve günahları öçürüldü. O bolsa Allah'ın kılıcı degen kattı unvanğı sazaver boldu. Allah Taala tövbe bilen her kandak günahını mağfiret kıldı. Bir adam günahlarga qattiq pushayman qilgan halda Peygamber aleyhisselam'nın huzuriga kelib, barcha günahlarının hammasini qilgan, günah ishlardan birasini tark etmagan bir adam uchun tövbe qilishga fursat bormi deb so'radi. Peygamber aleyhisselam uningdan iman etdingmi deb so'radi. Adam Allah'tan başka hiç qandaq ilah yo'qligiga, uning hech bir sheriki yo'qligiga ve senin hak peygamber ekanligingga guvohlik beraman dedi. Peygamber aleyhisselam onunğa ha yana sana tövbe qilish fursati bor. Yaxshi amallarni qilgin, gunoh ishlarni tark etgin. Shunda qilsang Allah gunohlaringning hammasini yaxshi amallarga aylantirdi dedi. Adam barliq xiyonatlarimni ve gunohlarimni mag'firat qilamdi deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa xiyonatlaringni ve günahlarını mag'firat qiladi dedi. Tövbe qilsangiz Allah Taala sizni yaxshi ko'rdi. Allah ko'plab tövbe qiluvchilarni do'st tutadi.
Paklanğıçlarını dost tutudu. Bir kuni asrlarning orasida bir ayol o'zining kichik bolasini izlab yurib, uni oxiri topidi va to'lib toshgan so'ygisi bilan uni ko'ksiga besib qong'icha so'ydi. Sahobalar buni ko'rib turadi. Payg'ambar alayhissalom shu chaqda ularga Allah bandisining tavba qilganligiga, musha ayolning bolasini topganligiga xo'shal bo'lgandimmi, bak xo'shal bo'ludi deydi. Siz nimaga kutib tursiz? Darhol tavba qiling va Alloh taolaning sevgisiga sazovar bo'ling. Allohdan mag'firat tilayman deng. Buni tilingizning uchida emas, balki chin qalbingiz, ruhingiz, barcha hissiyotingiz va aqlingiz bilan deng. Navoda siz chin gunohlaringizga rostilla pushaymon qilib, chin yuragingizdan astag'firullah desangiz, sizning dengizning ko'pikidek ko'p gunohlaringiz bo'lsa-mu, Alloh taolo cho'qim mag'firat qiladi. Alloh taolo tavba bilan barliq gunohlarni, hatto mushriklik gunohini mag'firat qiladi. Abu Sufyan, Safon ibn Umayya, Ikrima ibn Abu Jahil, Amir ibn As qatorliqlarning tog'dak eg'ir gunohlarini mag'firat qilgan rahim shafqatlik Alloh sizning barliq gunohlaringizni albatta mag'firat qiladi. Yuqorqi kishilar Alloh taologa butlarni sherik keltirish, islomga qarshi urush qilish, sahobalarni o'ldirish qatorliq eng eg'ir va eng cho'ng gunohlarni sodir qilgan edi. Ammo ularning iymon etishi va samimiy tavba qilishi bilan ularning gunohlari butunlay yuyildi. Ular bo'lsa ulgulik sahobalardan bo'lib qoldi. Alloh taolo mag'firat qilishni yaxshi ko'rdi. Alloh taolo bandalarining gunohlarini turli yo'llar bilan mag'firat qiladi. Tavba bilan mag'firat qiladi. Bandaning o'zidan boshqa haqiqiy iloh bo'lmagan, hamisha hayot turadigan va hammani idora qilib turadigan ulug' Allohdan mag'firat tilayman deb samimiy tavba qilishi uning gunohlarining mag'firat qilinishi uchun yetarlikdir. Alloh taolo ba'zi gunohlarni yaxshi amallar soyasida mag'firat qiladi. Shaksizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Alloh taolo bandining beshiga kelgan balo qazo bilanmi uning gunohini mag'firat qiladi. Mo'min odamning o'ziga, farzandlariga pul meliga kelgan balo qazo uning gunohlarining mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi. Kech kunduz eng ko'p takrorlashga tegishlik so'z qaysi bilamsiz? Shaksizki u astag'firullahdir. Qiyomat kuni nomi amal daftaringizda tavba istig'forning ko'p tepilishi sizni baxtli qilishga yetarlikdir. Chunki payg'ambar alayhisalom nomi amalida istig'for ko'p tepilgan kishi nima degan baxtliga degan. Alloh taolaning mag'firatidan hargiz umidsizlanmang. Har qanday cho'ng va ko'p gunohlaringiz bo'lsa-mu, Alloh taolaga iltijo qilib, samimiy tavba qilsangiz va to'g'ri yo'lga kirsangiz, Alloh taolo sizning barliq gunohlaringizni albatta mag'firat qiladi. Shunga siz hargiz umidsizlanmang va tavba qilishni tashlamang. Ey payg'ambar, gunoh qilaverib, o'ziga uvol qilgan bandalarimga aytdinki, sizlar Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan tavba qilgan kishilarning barliq gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Mikrofon oldida Qaraxon.